Сәлем, дуслар, сезнең белән уймак тапшыру һәм мин Мәликә. Бүген без Калейдоскоп балалар бакчасында. Мондагы балалар белән танышуны түземсезлек белән көтәм. Киттек минем белән. Birazdan biz сезнең каршыгызда торган кызларның һәм малайларның җитезлеген, тизлеген һәм уңганлыгын тикшерербез. Ләкин баштан командалар белән танышырга кирәк. Сезнең командагызның исеме? Шәшәк диләр. Ә сезнеке? Гөл һәм шәшәк. Алда гөл, артта шәшәк. Яисә киресенчә булырмы? Хәзер тикшерербез. Гөл командасы стартта басып тора. Мин беренче турның кагыйдәләрен аңлатам. Баштан уенчы менә бу аркалар буенча узып чыгарга тиеш була. Аннан соң ул кыршауны ала һәм аны сикергеч буларак кулланып, менә бу фишкалар арасында узарга тиеш була. Узып җиткәч, ул кыршауны куя һәм тупны ала. Тупны ул әнә тегендә ыргытырга тиеш була. Мин вакытны исәпләп торачакмын. Мин сызгыргач, башлыйбыз. 1, 2, 3. Бик тиз уенчы җитез бара, хәзер ул кыршауны ала һәм конуслар тирәсендә узарга тиеш була. Хәзер ул кыршауны куя һәм тупны ата. Туп эләкте, әйдә кил монда. Икенче уенчы алга бара, вакыт бара. Әйдә. 34 секунд узды бу арада. Хәзер ул кыршауны алды. Сигез секунд узды. Икенче уенчы тырыша күнегүләрне ясый, ялгышмаска тырыша. Хәзер ул тупны ыргыта һәм эләкмәде. Әйдә безнең яныбызга 3нче уенчы алга китте. Бу арада 1 минутта 35 секунд узды. Арканы эләктерде. Ләкин бу куркыныч түгел, иң мөһиме бик тиз булырга. Зур адымнар белән атлый. Һәм хәзер тупны ыргытырга тиеш була. Туп эләкмәде. Әйдә безнең яныбызга һәм 4нче уенчы. Ул да арканы эләктерде. Куркыныч түгел. Дүртенче уенчы инде юлны узды диярлек. Хәзер ул тупны атачак һәм булды. Кил безнең янга, мин вакытны туктатам. Һәм Гөл командасы бу этапны 2 минутта 2 секунд эчендә узды. Кытлыйбыз аларны. Шәшәк командасы тизрәк булыр микән? Хәзер тикшерербез. Шәшәк командасы инде стартта. Бираздан алар да беренче этапны башлыйлар. Мин сызгыргач, башлыйбыз дуслар. 1, 2, 3. Һәм вакыт китте.
Gül komandasi bik borçilib qarый. Birinchi o'yinchi bik jitiz. Ул qirshog'ini qo'ya ham to'pni ola, ham to'p ilakmadi. Ayda kelmanda ikkinchi o'yinchi olg'a yigira. İkinci o'yinchi endi yo'lning yartisini uzdi. Ул qirshog'ini qo'ydi, ham to'p bilan ilaga olmadi. Kel bizning yonimizga, ayda uchinchi o'yinchi olg'a yigira. Tezrak. Bu arada 1,5 minut uzdi. Vaqt bora. U endi qirshog'ini oldi. Aliga Sheshak komandasining bir o'yinchisi da to'p bilan ilaga olmadi. Uchinchisi ilagirmikan, hozir tekshiramiz. Chiqmadi. Ayda bizning yonimizga ham 4-chi o'yinchi olg'a yigira. Ayda. 4-chi o'yinchi yigira, ul shulay arkani ilaktirdi. Gül komandasi kibik. İki minut indi uzib bora. To'p tag'in ilakmadi. Ayda bizning yonimizga. Gül komandasi birinchi etapni 2 minutda 2 sekund ichida uzdilar. Sheshak komandasi mana 2 minutda 7 sekund ichida yasadilar. Demak, bu etapda Gül komandasi jengdi. Ularni tabrik etamiz, ham ikkinchi etapga ko'chamiz. Sheshak komandasi startda tura. Bu yili ular birinchi bo'lib boshlaylar. Balki ular jengashaklardir. Hozir qararmiz. Amin esa qoidalarni anglata turam. Bolalar mana bu sikra turgan sharlarga otlandilar. Ular birgalashib, birga mana bu fishkalar orasida uzarga teyish bo'lalar. Ham oxiriga qadar borib yetarga. Men vaqtni hisoblab turashaqman. Kim birinchi? Shul jengishi. Men sizg'irg'ach boshlaymiz. 1, 2, 3. Ham vaqt ketdi. Men esa Gül komandasi yonina keldim. Aydagiz birga. Gül komandasi do'stlari uchun jon ota. Bu arada Sheshak komandasi yo'lning yartisini uzdi. O'yinchilar biroz ordilar oxirisi. 30 sekund uzdi. Birinchi o'yinchi finishga yaqinlashdi. Ham aydagiz so'nggisina qadar ham vaqtni to'xtatdim. Sheshak komandasi bu etapni 41 sekund ichida uzdilar. Gül komandasi tezroq bo'la olarmikan? Hozir qararmiz. Gül komandasi azir. Sheshak komandasi bu yo'lni 41 sekund ichida uzgan bo'lsa, bularga tezroq bo'larga kerak. Siz hazırmı do'stlar? Eye deylar. Demak, men sizg'iram. 1, 2, 3. Ketdik.
Vaqt da ketdi. Gül komandasi yo'lning yartisin uzdi. Onlar biraz tezroq bo'lg'ay. Birinchi o'yinchi endi finishda, ikkinchisi, uchinchisi ham to'rtinchisi vaqtni to'xtatdim. Natijani biz bir necha sekunddan so'ng yasarmiz. Ikkinchi etapga natija yasarga vaqt yetdi. Esigizga tushiram, Shashak komandasi bu etapni 41 sekundda o'zdi. Endi Gul komandasi buni 26 sekund ichida yasadi. Demak, hisob 2-0. Gul komandasini tabrik etamiz ham 3-turga o'zamiz. Aliga hisob 2-0, biz 3-turga ko'chamiz. Bir narsa o'zgarishakmikan? Hozir qararmiz. Qoidalarni anglatam. Munda siz ko'p to'plar ko'rasiz. Komanda birgalashib yigirib bu to'plarni yig'ib olib, mana bu basseynga irg'itirga tegish bo'ladi. Qoidalari oddiy, lekin komandalar buni tez boshqara olarmikan? Hozir qararmiz. Birinchi bo'lib Gul komandasi boshlaydi. 1 2 3 ketdik. Vaqt da ketdi. Bishar to'p olib boralar, lekin ular ishib ketalar. Kundosh komandada yordam etadi ularga. Bu arada 15 sekund o'zdi. To'p ishib ketdi, to'tig'iz. Kundosh komanda yordam etmasga bo'ldi. To'plarni yaraqroq irg'ita. 30 sekund o'zdi. 40 sekund o'zdi. To'plar ko'p qolmadi endi. Tag'in birsi ishib ketdi. Tezroq to'talar ham. Aydagiz, tezroq qo'yib bitirigiz to'plarni. Vaqtni to'xtatdim. Aydagiz menim yonima. Basig'iz munda. Shipshista bo'ldi deylar. Bu orada 56 sekund o'zdi. Shashak komandasini tezroq bo'larga kerak. Gul komandasına bütün to'plarni yig'ib bitirish uchun 56 sekund kerak bo'lgan. Shashak komandasına ko'p vaqt kerak bo'larmikan? Hozir qararmiz. 1 2 3 ketdik. Vaqt da ketdi. Bir o'yinchi oshig'ib turmay. Hozir jiya boshladi. Bir to'p ishib ketdi. Basseyndan ışqındirma g'izalarni yangadan jiyasi bo'lashak. 20 sekund o'zdi. Shashak komandasi bek tinish. O'ttiz sekund o'zdi. To'plar ishib ketdi. Gul komandasi yordam etdi. Hop. To'plar ishibgina ketdi. Birazgina qoldi. 47 sekund. Tezroq siz ularni o'za olasiz ham. Aydagiz, bo'ldi. Keligiz yonima. Bir necha sekunddan so'ng biz natijalarni yozarmiz. So'nggi turda Gul komandasi o'z yo'llarini 56 sekundda o'zdilar. Shashak komandasi buni 1 minutda 1 sekundda yasadilar. Demak, bu etapda da Gul komandasi yengdi. O'yinda esa 3-0. Bugungi ko'ngilli o'yin bilan men barliq qatnashchilarni da tabrik etaman. Bizni qo'noq etgani uchun Kaleidoskop bolalar bog'chasiga zo'r rahmatimizni bildiramiz. Bugungi esa shular edi. Kelasi uchrashuvlarga qadar sog' bo'linglar.